Assalomu alaykum aziz talabalar. Qishloq xo'jaligida axborot kommunikatsion texnologiyalar fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzusi operatsion tizimlar va ularning turlari, Windows operatsion tizimining imkoniyatlari deb nomlanadi. Rejada quyidagi savollar bor. Birinchi, operatsion tizimlar haqida ma'lumot. Ikkinchi savol, Windows operatsion tizimi bilan ishlash va uni boshqarish. Uchinchi savol, Windows operatsion tizimi ishchi stoli va uning tashkil etuvchilari vazifalari. Va to'rtinchi savol, Windows operatsion tizimi bosh menyusi tarkibi va ularning vazifalari. Kompyuter xotirasiga birinchi bo'lib operatsion tizim deb nomlangan tizimli dastur yoziladi. Operatsion tizim deb shunday dasturga aytiladiki, bu dastur yordamida kompyuter bilan foydalanuvchi o'rtasidagi muloqotni o'rnatadi. Shu bilan birga barcha kompyuter qurilmalari ishini boshqarib boradi. Operatsion tizim bu kompyuterni boshqarish, amaliy dasturlarni ishga tushirish va ularning tashqi qurilmalar boshqa dasturlar bilan o'zaro aloqasini amalga oshiruvchi, shuningdek foydalanuvchining kompyuter bilan muloqotini ta'minlovchi dasturiy vositalar yig'indisidir. Operatsion tizim kompyuterning markaziy prosessorini, teskari yoki tashqi xotirasini, tashqi qurilmalari va boshqalarini boshqarib boradi. Operatsion tizimlar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflanadi. Bir vaqtda ishlaydigan foydalanuvchilar soniga ko'ra, bir vaqtning o'zida bajaradigan vazifasiga ko'ra, prosessorlar soniga ko'ra, operatsion tizimlar razryadi, belgi, kodiga ko'ra, interfeys turiga ko'ra, kompyuter qurilmalari bilan foydalanish turiga ko'ra, kompyuter tarmoqlaridan foydalanish jihatiga ko'ra, dunyoning 80% dan ortiq kompyuterlari Microsoft korporatsiyasi tomonidan yaratilgan operatsion tizimlar bilan jihozlangan. Bular Windows 7, 8, 10 operatsion tizim dasturlaridir. Windows dasturining taniqli bo'lishining asosiy sababi bu ish jarayonining soddaligi, ko'p vazifali rejim, bir xil ishlash interfeysi va boshqa qulayliklar. Windows so'zi inglizcha Windows, darcha, oyna, Windows esa darchalar, oynalar ma'nosini bildiradi. Windows operatsion tizimi ishchi stoli quyidagilardan iborat. Birinchi, ish stoli demak ekranning bo'sh sohasi, ikkinchi papka va yorliqlar, uchinchi dastur oynalari, to'rtinchi pust menyusi, beshinchi vazifalar satri, oltinchi ko'rsatkichlar sohasi. Windows operatsion tizimi va uning dasturlari quyidagi imkoniyatlarga ega. Windows operatsion tizimi demak foydalanuvchiga zamonaviy grafik muloqotni tavsiya etadi. Foydalanuvchi turli kompyuter dasturlari bilan ishlashga yagona muloqot vositasini yo'lga qo'yadi. Boshqa operatsion tizimlar bilan ishlay olishi. Bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajaradi. Xohlagan vaqtda bir dasturdan ikkinchisiga o'tishni ta'minlaydi. Kompyuterda mavjud operativ xotiradan unumli foydalanishga erishadi. Bir dasturdan boshqa dasturga ma'lumotlar almashinuvini ta'minlay oladi. Yorliq bu diskda joylashgan fayl yoki dasturgacha yo'llanma. Bitta fayl yoki dastur bir nechta yorliqlarga ega bo'lishi mumkin. Maxsus yoki ish stolining asosiy papkalari bu Windows dasturi ustidan har xil amallarni bajaruvchi maxsus dasturlarga yo'llanma. Windows operatsion tizimi ish stolida kompyuter dasturi bor. Bu dastur demak maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizda joylashgan disklar, papkalar va ular ichidagi fayllarni ko'rish va ular bilan ishlash, har xil amallar bajarish imkoniyatini yaratadi. Pользователь, ya'ni foydalanuvchi. Mazkur papkada siz tomoningizdan ish jarayonida yaratilgan matn, rasm, jadval va boshqa fayllar saqlanadi. Bu belgi yordamida shu papkaga tezkor o'tishingiz mumkin va ular bilan ishlash imkoniyati yaratiladi. Set, ya'ni tarmoq, maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizga tarmoqqa ulangan kompyuterlardagi fayl, papka va disklar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Korзина, ya'ni savatcha. Maxsus papkada siz tomoningizdan yaqinda o'chirilgan fayl va papkalar ro'yxati joylashadi. Bu belgi yordamida esa shu papkaga tezkor o'tishingiz va ro'yxat yordamida ularni qayta joyiga tiklashingiz mumkin bo'ladi. Tanlovi satri, menyu satri, yordamchi tugmalar satri, ish sohasi. Bular Windows operatsion tizimini demak asosiy elementlari hisoblanadi.
Bularga alohida to'xtalib o'tirishga hojat yo'q deb o'ylayman. Hop. Boshqaruv panelida nimalar bor? Undan keyin push menyusining ichida qanday oynalar bor? Bularni mana rasmda ko'rsatib qo'yilgan. Boshlovchi provodnik dasturi bilan ham ishlash mumkin. Turli xil dasturlarni standartniy virusdan foydalanib boshlovchi dastur yordamida har xil amallarni bajarish mumkin. Papkalar, fayllar ustida. Hop, nazorat uchun savollar berilgan. Hurmatli talabalar, demak, birinchi operatsion tizim deb nimaga aytiladi? Ikkinchi savolimiz operatsion tizimlarning qanday turlarini bilasiz? Uchinchi savol Windows operatsion tizimi oilasiga mansub operatsion tizimlarni qaysilarini bilasiz? To'rtinchi savol Windows operatsion tizimi ish xonasida qanday elementlar joylashgan? Beshinchi savolimiz Windows ishchi stolida fayl papka qanday yaratiladi? Ekranda elektron pochta adresim berilgan. Bundan tashqari Telegram nomerim berilgan. Mana shularga bevosita darsdan tashqarida murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.